Azizlar, bugun shunday bir davrni boshimizdan o'tkazyapmizki, islom dini mo'min musulmonlarning baxti saodati uchun yuborilgan bo'lishiga qaramasdan, ko'p joylarda ba'zi bir muammolar bo'lib turar ekan. Mana menga bir birodarimiz bizni elektron manzilimizga xat yuboribdilarki, savol berib, Muftiy hazratlari, islom dini insonlarga baxt saodat keltirishlik uchun yuborilgan din bo'lsa, mana shunga amal qilayotgan musulmonlar baxtlik saodatlik yashashi kerak bo'lsa, nega juda ko'p hududlarda, xususan mana shu ayni musulmonlar yashaydigan hududlarda doim notinchlik bo'lyapti? Nega bunaqa? Nega islom dini baxt olib keladi deyapsizlar, bu narsani ko'rmayapmiz? Falon yurtlarda haligacha urush bo'lyapti. Yevropa boshqalarda ko'radigan bo'lsak, kundan kunga rivojlanyapti, taraqqiy etyapti. Nega biz bundaymiz? Rivojlangan davlatlarda ko'rsangiz, bugun kosmosga chiqamiz deyapti, chiqyapti, oyga chiqamiz deyapti. Har bir taraqqiyot yo'lida juda rivojlanyapti. Lekin bu degani dinimizning nuqsonlik degani emas, azizlar. Aslida islom dini Alloh tomonidan yuborilgan din. Buni kimdir o'ylab chiqarmagan, kimdir to'qimagan. Balki islom dini insoniyatni baxti uchun, saodati uchun, muammo chiqarishi uchun emas, muammolarni hal qilishlik uchun Alloh tomonidan yuborilgan din. Endi qayerdadir shunaqa ishlar bo'layotgan bo'lsa, bu dinda ayb emas, o'sha yerdagi shaxslar, jamiyatni aybi. Dinimizga to'ngashlik kerak emas bu narsani. Bizning bugungi kundagi xatoyimiz ham mana shunda bo'lyapti. Din faqat masjidda, musulmonlik faqat ko'rinishda. Shu bilan kifoyalanishlikka o'tib qolyapmiz. Nega? Aslida musulmon odam yurishda, turishda, yashashda hammasida namuna bo'lishligi kerak edi. Har bir holatimizda namuna bo'lishligimiz kerak edi. Ramazon Bo'ti rahmatullohi alayhi yig'lab turib bir maviza qilgan ekanlar. Butun dunyo ibodatga to'lib ketdi, lekin ubudiyat qani? Ibodat bor. Ya'ni chin yurakdan Allohning quli ekanligini his qilish qayerda qoldi? Nega namoz o'qib chiqib turib yana g'iybat davom etish kerak? Bir-biri bilan ixtiloflarga borib janjallash kerak? Nega namoz o'qib turib musulmonman degan da'voni qilib turib birovning haqqiga xiyonat qilish kerak? Agarki biz har birimiz chin musulmon sifatida o'sha islomda asl mohiyatidan uzoqlashmagan holda hayot kechirsak, inshaalloh biz dunyodagi eng baxtli, eng saodatli, eng rivojlangan ummatga aylanamiz. Bir paytlar shunday bo'lgan. O'sha davrlarni eslaylik-a. Imom Buxoriylar, Imom Termiziylar, qancha allomalar chiqqanini eslasak, nega bular o'sha davrlarda chiqdi? Nega biz haligacha ular bilan faxrlanib yuribmiz? Buning bir qancha sabablari bor. Birinchidan, o'sha davrda haqiqatda ham hamma taqvo bilan yashagan. Hatto Imom Buxoriy rahmatullohi alayhini otalari olamdan o'tayotganlarida o'zidan qolgan dunyoni ayoliga buni faqat farzandlarning ilmiga sarflashlikka vasiyat qilganlar. Va orqasidan aytganlarki, meni qoldirgan mablag'imda bir dirhamida ham shubha yo'q degan. Halol luqma bilan boqib katta qilganlar. Onalarini ham dardi mana shu bolasining ilmi, ma'rifati bo'lgan. Shuning uchun biz bugun azizlar shunday bir hayot kechiraylikki, butun dunyoga namuna bo'lishimiz kerak. Qayerda bo'lmaylik.